Hammaga salom do'stlar, YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman sizlarni. Sizlar uchun 2 dona sovg'a tayyorlab qo'ydim do'stlar. Video davomida bu sovg'ani sotib olishlik haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Bugungi mavzuyimiz do'stlar prop trading. Prop tradingga juda ham ko'p do'stlarimiz qiziqish bildirib turibdi. Uje prop industriyasida juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lib turibdi. Biz shu birinchilardan bo'lib bu loyihalarni yoritganmiz do'stlar, shu 2-3 yil oldin. Hozirgi kunga deyim uje yetarlicha ma'lumotlarga egamiz va sizlar ham bu narsani albatta taklif etib turibmiz. Nafaqat sizlar, o'zlarimizning shogirdlarimiz ham biza shu narsalarni hisoblarni, prop hisoblarni taklif etamiz, olib beramiz, ro'yxatdan o'tkazib beramiz. Yuqorida ko'rilib turgan sertifikatlarimiz bular funded account bo'lgan sertifikatlar, payout sertifikatlar do'stlar, ya'ni shu pul yechib olinganligi haqidagi sertifikatlar. Bu narsalarda umuman muammo yo'q. Bu jahon bozori, sizga bu prop kompaniyalar kapital bermoqchi. Kapitalni to'g'ri ularning shartlari asosida boshqarish kerak, o'zlarimizning pulni ana foydani olib chiqib ketish kerak. Bu masalalarda xudo xolasa biz yana sizlarga hamma etaplarida do'stlar ko'maklashamiz. Propslarga to'xtalgan bo'lsak, hozir bizdan juda ham ko'p insonlar imtihonini o'tib bering deb so'raydilar. Do'stlar, bu narsa uje shart emas. Nima uchun desa, bizda uje tayyor real funded accountlar mavjud. O'zlaringizning odlaringizga darrov registratsiyadan o'tiladi. Mana 15 kun o'tgandan keyin uje pullaringizni yechib olib bilasizlar. Bugun masalan 1-may shu tasdiqlandi, savdolarni boshladingizlar. 200-300 dollar, 1000 dollar, 10.000 dollar foyda 15-kunana 15-mayda uje yetishga so'rov berib bilasizlar. 80% gacha daromad sizlarniki. Hozir imенно bizning hamkorlarimiz, bizning mijozlarimizga uje 90% na deyim olib berib turibmiz do'stlar. proptrading.uz shuncha yaratilgan saytimiz. Bu yerda hamma ma'lumotlar bor do'stlar. Girib pastda linkini qoldiraman, girib donishinglar, ko'ringlar. Avval foizlarda edi. Kundan-kun bu platformamiz ham, saytimiz ham imенно mijozlarimiz uchun qulayliklarni yaratib boryapti do'stlar. Hamma narsa shu sifrlar sizlarni shu tushunarli tarzda ko'rsatib berilgan. Sahifaga tashrif buyuringlar. Prop hisobga ega bo'lish protsedurasi ham juda oddiy. Любой prop hisobni tanlaysizlar, pastida shu knopkasi bo'ladi, zaявка yuborasizlar, shu bizning menejerlar sizlarga aloqaga chiqadi va rasmiylashtirish jarayonidan o'tadilar. Hech bir qiyin joyi yo'q. 5-10 minut vaqt oladi. Sizlarga shu o'rnatib, tushuntirib, shartlarini, qonun-qoidalarini tushuntirib beradilar do'stlar. Qo'limdagi sovg'alar do'stlar, demak, Amarkets va XM tomonidan, XMdan yana bizlarga Powerbank berilgan. Amarketsdan esa sizlarga esdalik sovg'alari bor. Bularni qaranglar. Bizning prop hisoblarimizga 31-mayga deyim chegirmalarni qo'ydik do'stlar. Xudo xolasa bemalol bu xizmatlardan ham foydalanaverasizlar. Bu sovg'alarni 2 dona insonga topshiraman. Eng ko'p kommenti, eng ko'p like yig'gan insonlar shu 31-may kuni sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. Pastda sharhlaringizni qoldiringlar. Mazmunli, mazmunsiz farqi yo'q. Like'lari ko'p bo'lsa bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa yana ofislarimizga kelasizlar, 2 dona sovg'ani 2 insonga 31-may kuni topshiramiz. Mijozlarimiz ko'p, mijozlarimiz turlari ham ko'p. Onlayn, offlayn do'stlar, shura keladilar, qiziqib prop hisobdan o'sardor, ko'p so'raysan prop haqida deb men o'tirib, shunda daskanalni, detalni, polni tushuntirib beraman. U nima deydi, mahsulotni yoki bir narsani sotish emas do'stlar, sizlarga aynan shu pozitsiyalaringizga traderlik etib yurgan bo'lsanglar, bu sohaga qiziqib yurgan bo'lsanglar, bu narsalar kerak. Biz shu yerda to'g'ri ma'lumotlarni beramiz, ana sizlar planlashtirib, rejalashtirib bu narsalardan foydalansanglar bo'ladi. Albatta, qani o'zingizga kapitaling bo'lsa, real hisoblarda ishlasang, o'zing xon, o'zing sulton. Paka unday imkoniyatimiz yo'qmi, возможностimiz bular ham yomon narsa emas. 80.000 dollarning real hisob olsa bo'ladi do'stlar. Bu narsani o'sha biznesmen do'stlarimiz, og'alarimiz planlashtirib, nima deydi, plus minusini chiqarib ko'rib biladi. Ko'p mijozlarimiz bor. Masalan, yana birsini to'xtaladigan bo'lsak, o'zlarimizning shu shahardagi mijozlarimizdan tradingga uncha nima deydi, bir o'rganib yoki bizada o'rganib yoki boshqa joyda o'rganib emas, o'zi qiziqib turibdi, shu propda pul borligini bilib turibdi. 4, 5, 6, 7 marta prop hisob sotib oldi va uni 5000 ga yaqin pul yechdi. Bu narsalarni aldilaringizda screenshotlar bilan ko'rsatib beramiz. proptrading.uz'ni pasindan bor prooflar. Bemalol ko'ringlar, qiziqinglar, nega bo'lib turibdi, novi o'zi trading novi do'stlar. Bu kapitallarni olgandan keyin ana yuqoridan aytib o'tdim, shu oltinda, neftda, yana gazda, aksiyalarda, valyutalarda savdo etib ko'tarasiz. Shu ko'targan mablag'ingizni 90-80% ni sizga berajak kompaniya. Nima uchun desa, bu prop kompaniyalarga yaxshi stabil daromad olib keluvchi traderlar kerak. Katta shu millioner, milliarderlarni pullari aylanib turibdi dedi. Просто sinovdan o'tirib, shunday chegaralar bilan kapitallarini taqsimlab turibdilar traderlarning orasida.
Bu hisobimizga to'xtaladigan bo'lsak, og'amiz $100,000 prop hisobdan shu 4,000 dan sal oshiq pul ishladilar. Men Toshkentda edim vaqti 50 million so'm sal plus minus o'tirib beradi. Endi bratimiz o'zi aytdi, Sardar o'zing chiqarib o'zing o'tirib beraver degani uchun meni kartamdan ketdi. Sizlarning hollaringizda do'stlar, bular обязательно o'zlaringizning odlaringizga tushadi pul, o'zlaringizning odlaringizdagi plastik kartaga tushiriladi. Agar bizlar bilan shu copy trade bo'yicha ishlashib turgan bo'lsanglar ham, birinchi sizlarning kartalaringizga tushadi, keyin bizning haqqimizni o'tirib berasizlar. Bu yerda hammasi prozrachniy. Bizlar shu har qanday offer, takliflarni o'ylab topganda do'stlar, o'zaro manfaatli, взаимно bo'lishi kerak. Faqat bizning kompaniyani, faqat meni manfaatim emas, o'zaro manfaat, sizdan manfaatingiz bo'lishi tarafdorimiz. Shuning uchun planlashtirib, o'ylanib, rejalashtirib ish ko'raverasizlar. Hozirgi kunda endi bu loyihamizga qo'shib bermasligim kerak edi, no aytib o'tishga majburman. Nechun desa, bunday murojaatlar ham menda juda ham ko'p. Fake brokerlar bilan ishlashib turibdilar do'stlar, moshennik brokerlar juda ham ko'p holatlarda uchrab turibdi. Yana kelib turibdilar, yechib bering deb. Men ham do'stlar biznesmenman, men ham pul topasim keladi. Masalan, agar shu narsani varianti bo'lganida men уже yechib beradim. Masalan, shu 11 mingga bormi, 15 mingga bormi, davay brat, 1000 ni, 2000 ni menga berasan, men ishingizni halatib beraman deb aytadim. No, bu narsa bu kompaniyalar чисто moshennichество uchun ochilgan kompaniyalar do'stlar. 5 million, 20 million, 10 million so'raydi, ya'ni 10 mingga yechib olishingiz uchun. Bu pulni tashladingiz va uxladi. Shuning uchun davaychi bu narsani rost kirajakmisiz? Bu shu 20 millioningiz bu yerda bunday narsalarga yetgan taqdirda bu yerda taktikal aytsa bo'ladi. Bir o'qiz ketsam, ikkinchi o'qni saqlab qolamiz, uchinchi, to'rtinchi. Hammasi yetib qolgan taqdirda mana siz uchun чистый tajriba bo'ladi. Siz haqiqiy bozordasiz. Sizni birov telefon etib, sel ochamiz, bay ochamiz yoki takliflar berib, qachon pul tashiysiz, qachon pul yechamiz deb turgani yo'q. Xohlagan vaqtingiz yechib olasiz. Masalan, real hisoblab bo'lsa, danga 2 mi, 3 mi, 4 mi farqi yo'q. Hisobingizga, shu kartalaringizga pul kelib tushadi. Hech kim sizga necha yechatirsan deb telefon etmaydi do'stlar. Umuman menejerlar, yana bizning brokerskiy kompaniyadagi menejerlar sizga bir marta telefon etadi. Siz bilan shu svязь o'rnatib olib, donish uchun. Kelgusidagi muammolaringiz, murojaatlaringiz bo'lsa, menga telefon etavering deb qo'yish uchun. Lekin sizning shu moliyaviy, finansiy operatsiyalaringizga menejerlar aralashmaydi. Shu narsani unutmanglar do'stlar. 300 mingingizni 7 million etamiz degan temalarku yaxshi, endi ko'pchiligimiz bilib bo'ldik bu moshennichествоligini. Bilmaydilar bo'lsa bilib qo'yinglar, oson pul baribir yo'q do'stlar. Bu kapital bor, shart yana berilib turibdi. Bu narsada asldan shu kapital bo'yicha ishlash kerak, qoidani buzmaslik kerak, pulni topish kerak, 15 kundan keyin yechish kerak do'stlar. Hammangizga omad, konkursdagi sovg'alarni aynan o'zim topshiraman ofisimizda, birgalikda suhbatlashamiz. Xudo xolasa kanalimdan uzoqlashmanglar. Hali foydali ma'lumotlar juda ham ko'p. Prop hisob bo'yicha do'stlar, yana proptrading.uz da ma'lumotlar bor, zaявка tashlaysizlar, adminlar sizlarga telefon etadi, karta nomerlarini beradi, to'lov qilasizlar, ma'lumotlaringizni berasizlar, 10 minut, 20 minut sizlarga уже taxlab, o'rnatib, qonun qoidasi bilan tushuntirib beradilar. Дальнейший поддержканы ham qilib beramiz. Verifikatsiya, RAIS akkauntlarni ochish, pul tushishi uchun hamma etaplarini bilamiz va sizlar ham shu narsada ko'maklashamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang. Hammaga omad.